Shvetsariya. Do'stlar, endi bir narsani men gapirgim kelib qoldi-da, do'stlar. Umuman Yevropada, chet elda, mana shu Yevropada endi mehmon do'stlik, mehmon degan narsa bormi ekan o'zi? Menimcha yo'q bo'lsa kerak. Chunki bironta yevropeysklar meni uyga taklif qilmadi. To'g'risida mana shunday borib yukni tushiramiz yoki yukni olamiz ish bo'yicha, yo mana shaharda aylantiraylik, yo mana bir piyola choy degan narsa yo'q deb o'tdi. Menimcha shunaqa tushuncha ham bo'lmasa kerak Yevropada. Gastiprimstvo degan, mehmonchilik, mehmon do'stlik degan narsa bo'lmasa kerak. Yo men bundan nima emasman, nima deydi? Prosta yo'q ekan demoqchiman. Bular shu tushuncha ham bo'lmasa kerak deb o'ylayapman-da bularni hayotida shu narsa bo'lmasa ham kerak deb o'ylayman. Mehmon do'stchilik. Bular bilmasa ham kerak shu narsani. Men shu nimaga keldim? Xulosaga-da. Chunki birontasi taklif ham qilmaydi. Mehmon haqida gapirmaydi ham, bilmaydi ham. Bilmasam endi, masalan biza biladi, O'rta Osiyodan kelganmiz, o'zbek, tojik masalan. Lekin Rossiyada bundaqa emas, Rossiyada biladi. Gastiprimstvoni biladi Rossiyada. Mana har bir ostanovkalarda, yo'llarda, katta trassalarda kafe bor, stolovoy bor. Bu yerda yo'q shu narsa, ishonasizlarmi? Yo'q mana. Endi katta shaharlarning ichida restoran bor. Uning uchun kichkina mashinada borish kerak. Na masalan. Yo mana oddiy bir tamatta qiladigan joylar ham yo'q. Mana Yevropa bo'yicha aytyapman men bu gapni. To'g'risi yo'q bunaqa narsa. Bilmasam. Bizada Qadamda choyxona, Qadamda kafe, restoran, oho, saroylar. Bu yerda men shuni chustuvot ham qila olmayapman, ko'ra olmayapman, bila olmayapman. Yo'q unaqa narsa Yevropada. 100%. Do'stlar, lekin tabiatiga, odamlarning yashashiga haqiqatan ham sivilizatsiya, rivojlanish yuqori. Oddiy bir misol, mana Yevropadan Yevropaga yuk mashinasida o'tib ketaverasiz, chegaralardan to'xtamaysiz. Mana oddiy bir misol. Logistika, yuk tashish, endi o'zim sohamda aytaman, o'zim ishlayapman shu sohada. Rivojlangan haqiqatan ham. Gap bo'lishi mumkin emas. Так что zerikmanglar, shunaqa gaplar. T2 degan yo'ldan yuramiz biz. Buni Yevropada ishlab yurgan odamlar, ishlab ketgan shofyorlar juda yaxshi biladi. T2 dokument bilan yuramiz Shvetsariyada yurganimizda. Mana yozib ham qo'yibmiz. 2 qizil. Tushundinglarmi?